Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede de Kadir Rozi. Washington'dan sözleyimiz vatandaş bugünkü islaha 2021 yıl 10. ayının 27. günü hürmetlik vatandaş. Vaziyet doğrusu gep kılsak tünügün dedik, vaziyetke alakadar bir cümle söz yok dedik. Bugün otağındaki bir haber geldi vatandaşın tünügün. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken dediki, davlat mahkamasida bayonot e'lon qilib dediki, biz Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı sistemisiga qatnashishini qo'llaymiz ve dünyadaki başka demokratik devletler biz bilan birga, yani Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birga Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı'na qatnashish salohiyatini ve qatnashish zaruriyatini qo'llashi kerak degan mazmunda bayonot e'lon qildi. Bugün qarasam Dovitor bitti Jungo'nun tunji qolib ketdi. Derhal bununla qaytarilgan inkaz ve yoki bayonot bo'lishi kerakdi. Hech qanday bayonot yo'q. Tunji qolib ketdi. Buningdan ilgari esingizda bor 10. ayının 22. günü Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen mundaq xabar e'lon qilgan. Xabar emas, amaliyotda 4 prinsipda turish chaqirig'ini o'tirg'i chiqargandimi? Jungo Kompartiyasi ve onun rahbari Reis Xi Jinping jimib ketgan edi. Hozirgacha buningga javob yo'q. Endi buni tahlil qilg'uchi xalqaro paytlar to'rbeti debdiki, hozir buningdan eg'iri 19. navbatlik 6. umumiy yig'in. Bu yig'inda qaraladigan masalalar eg'iri masalalar. Shunga Tayvanga ortiqcha ko'ngil bo'lolmadi dedi. O prinsiplar nima mana? Prezident Tsai Ing-wen o'tirib qo'ygan prinsip. Birinchi, erken demokratik, asosi qonunliq siyosiy tuzumda ching turimiz, ya'ni Tayvan. Ikkinchi, Junho Mingo bilan Junho Xalq Jamhuriyati o'zaro bir-biriga azaldan mansub bo'lmagan degan prinsipda ching turimiz. Üçüncü, egilik hukuka tecavüz qilishga ve jutib etishga bo'lmaydi degan prinsipda ching turimiz. Dördüncü, Junho Mingo Tayvanning istiqboli butun Tayvan xalqining irodasiga amal qilish kerak degan prinsipda ching turimiz. Vaziyat mana hurmatli vatandosh. Bu 22. günü, shundami? 22. günü e'lon qilindi. 25. günü Reis Xi Jinping demokratiya erkinlik deb qo'ygan gaplari bo'yicha Birleşken Devletler Teşkilatı'na kirganligining Junho Xalq Jamhuriyatining 50 yilligini tabrikladi. Bu Tsai Ing-wen prezidentning yuqorqi 4 prinsipi to'g'risida hech qanday gap yo'q. O o'tib ketdi. Dal mushundaq nozik bir paytda. Mesela Junho Xalq Jamhuriyati hükümeti bundan 50 yıl burun Birleşken Devletler Teşkilatı'na itiraf kılındı. Yoki Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bo'lib kirdi. Mushundaq nozik zil bir kunda Jungo'ning raisi Xi Jinping xotirlayotgan bu kunda 25. günü aradan bir gün öte, bir saatki öte ötmey 26. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken davlat mahkamasi, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasida bayonot e'lon qilib, biz Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı'ning sistemisiga qatnashishni qo'llaymiz. Demokratik devletler dünyadaki biz bilen bir tarafta durup bu sistemaga Tayvanning kirishini qo'llashi kerak. Bütün dünyaya chaqiriq, halqiliq chaqiriq, nozik chaqiriq. Endi mushu topda Tayvanning taqdiri meselesi xalqaro jamiyatda gavdalanganda hürmetli vatandaş, şunun ki
Tayvanning tavallik meselesi mi gavdilinib o'tirg'i chiqdi degan gap. Bugün qarab baksam Johnson Efendi obzorchi dediki, Prezident Joe Biden hükümeti, avvalgi hükümet Prezident Trump hükümeti Tayvan to'g'risida ishlagan ishlarni üzüp qo'ydi. Uningdan ortiq ish qilolmadi. Bu butunlay qara qo'ysa qarasag'a so'zlagan gap bo'lib qoldi. Men shaxsan bunday ko'z qarashni qabul qilolmayman. Prezident Joe Biden hükümeti hech nimadan boshqa 3 qitim harbiy aeroplanni Tayvanga avatdi efendi. Johnson efendi. Bu sizning nazaringizda bek chaqchaq o'xshaydi. Mening nazarimda chaqchaq emas. Harbiy aeroplan Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy aeroplanini 6 ayning 6 kuni, 7 ayning 15 kunidan 19 kunigacha 2 qitim, 6 ayning 6 kuni 1 qitim, 3 qitim Tayvanga avatdi, Tayvanga tushdi Amerikaning harbiy aeroplani degan so'z. Shundan keyin biz sizlarga leksiyada so'zildik. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqliq chiqib jang qilg'uchi armiyasi bir guruh askariy qismning Tayvanda 1 yildan beri turib atqanligini aytdik vatandoshim. Shu holda 10 ayning 6 kuni Shveysariyada Jungo'ning diplomati Yang Jiechi bilan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan suhbat o'tkazganda Jungo 150 qitim aeroplan avatib Tayvan tavalligiga kirib keldi. Selektor Pekin tashabbuskorlik va passiv faoliyat qilish. Tashabbuskorlik aktiv faoliyatga o'tish, passiv faoliyat qilish. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shu vaziyat ichidagi Jumhur Xalq Jamhuriyati hukumatining qaysi aktiv faoliyatda? Masalan, Amerika armiyasi dengizlikda, quruqlikda jang qilg'uchi armiya Tayvanda 3 qitim harbiy aeroplan avatdi. Jungo faqat Tayvanning havo tavalligiga kiralidi. Mo'shinoda selektorsangiz tashabbuskor holatda turish, ya'ni aktiv holatda turish, passiv holatda turish. Masalan, Jungo yani shundaqli vaziyat mana shundaq belgilanib turibdi. Bu yerda Amerika tashabbuskor aktiv holatda. Shunlashqa Johnson efendi men deymanki, Prezident Joe Biden Aqsaroyga kirgili mana bugun 10 ay bo'ldi deyli. 10 ay ichida qaltis ishlarni qilib o'tdi. Bu yil 6 ayda Londonda ochilgan 7 davlat yig'ini va 7 davlat yig'inining bayonoti. Bu yil 3 aydagi Alyaska yig'ini, Jungo Amerika diplomatlarining ko'rishganligi. Shundaqla bu yil 7 aydagi Sherman xonim Muavin Davlat Shakatovining Tianjin suhbati. Mo'shalarni bir qator tizib kelsangiz, men o'ylaymanki, o'zim yashayotgan Amerika va yaqinqi zaman tarixiga nazar tashlasam, hozir Prezident Joe Bidenning ishlagan ishlari endi birini ustiga birini ustalab qo'yishga bo'lmaydi. Amerika prezidentlarining hammasining alohidaligi o'zicha. Lekin Prezident Joe Biden shu 10 ay ichida qaltis ishladi. Meningcha 10 yillik xizmatni 10 ay ichida tugatdi desak bo'ladi vatandosh. Bugun endi hozir chaqchaqning bo'sug'isidan atlab kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari biz shundaq deylik. Mushu 2 yildan beri Tayvan masalasi bo'yicha endi bu qatam endi chaqchaqdan olqib shundaq bir davrga kirib keldiki, Amerikaning Tayvan siyosati bugun Antony Blinkenning bayonoti orqali qani sen Jumhur Xalq Jamhuriyati endi mushu orliqda mushu munosabatga bog'liq holda Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen o'tirg'i chiqib 4 prinsipni o'tirib qo'ydi. Endi yaqin bir xabar keldi, 4 prinsipni 4 referendum deydimi? Va yoki yana boshqa referendum qiladigan, tashlaydigan, bilet tashlaydigan ishmami bilanmidim, anqarammidim. Hozir oldimizda Tayvanda yana referendum bo'ladigan deb turdi. Agar o referendum shu 4 prinsip bo'yicha elib beriladigan bo'lsa, Tayvanning qat'iy maydon o'tirg'i chiqadi. Jungo Partiyasi va Jungo Partiyasi rahbarligidagi Jumhur Xalq Jamhuriyati siyosat ishlari, diplomatiya ishlari, atalmış vatan birligi ishlari, harbiy ishlar
Şundaqla hazırkı zaman teknikisi ve hazırkı zaman iktisadi muşu bir qatar sahalarda ve hareketlerde pasif orunga düşüp kalıdı vatandaşım. Demek bu pasif orun ende takdiri Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin takdiri belgilenadigan bir paytda. Belgileşki tigişlik bir vaziyet paytıdır. Endilik seyirlerimizden tamamını anlayısız vatandaş.